yana bir gapni aytib o'tsam, ba'zi bir hamma emas, ba'zi bir mijozlar bor. Sen qancha qilib berasan, telefon qilishadi yo yo'lda kelishadi-da, arzon aytsa kirib ketishadi. Shunaqa vaziyatlar bo'ldi. Dogovor qildik telefonda, yo'lga chiqishdi. Yo'lda birma-bir so'rab kelishadi. Aza menga qo'ydirmasangiz ham sifatli narsani qo'ydiring. Masalan, arzon aytayapti deb bir ikkitalar qo'ydirdi, keyin afsuslanib qolishyapti. Chunki qo'yilgan zapchasi trekkerga qo'yildi, misol, hamma narsasini eng sifatsiz pastini qo'yib tashlashganda, azlar arzon aytdimi? Bu bir narsasi bor. Bir ma'lumot oling, yaxshilab o'rganing, qanaqa jihoz qo'yapti, nima qo'yapti, bir solishtiring komplektlar. Menga qo'ydirmasangiz ham boshqa joyda sifatli jihozlarni qo'yishga harakat qilinglar. Endi tavsiyam mana shu. Menga qo'ydirmang mayli. Sen yomonliksan boshqa emas. Afsuslanib qolmang demoqchiman-da. Ertaga afsuslarni boshqa qilib kerak emas-da. O'shaning uchun bir xil mijozlar eshik sanaydi. Sen qancha qilib berasan, sen qancha qilib berasan, hamma joyda bir xil narx, masalan, hamma bir xil bitta joydan oladi. Bunday olib qarasan, hamma kelish jihozlari hammasi bitta bo'ladi. Masalan, birovdan arzon yo qimmat olmaydi-da. O'shaning uchun iloji boricha sifatli narsa qo'yib ketishga harakat qilinglar. Xohlang Guliston bo'lsin, xohlang boshqa viloyat bo'lsin, qo'yiladigan jihozlarga ozgina ma'lumot oling. O'sha qo'yar, qanaqa qo'yasan, nima qo'yasan, ertaga muammo bo'lmaydimi deb biroz garantasini ham, nimasini ham so'rab olinglar. Ertaga agar bir joyga olib borib ko'rsataman, agar sifatsiz desa, o'sha almashtirib berasan deb biroz o'shanga aytib qo'ying, o'sha gazavik ustalarga. Endi aytganim shunaqangi vaziyatlar bo'lyapti. Mijoz bilan masalan 7,5 millionga, 8 millionga dogovor qilgan bo'lsak, kelishgan bo'lsak, kelyapti-da 6 million, 5,5 millionga qo'yib ketishyapti-da gazni. Keyin ma'lum bo'lyapti, eng sifatli past sifatsiz narsalarni qo'yib tashlashgan. O'sha joylariga ehtiyot bo'linglar, ma'lumot olinglar, o'sha joylarga ozgina o'zlaring qiziqinglar. Yevropa gazda bugun ish avjida 10X avtomobili, Cobalt avtomobili va ichkarida ikkita Labo avtomobillariga metan gaz ballonlarini o'rnatib berilyapti. Bu yoqda mana bitta Cobalt. Batafsil tushuntirib o'taman, narx-navosi bo'yicha videoni oxirigacha kuzating. To'liq ma'lumotni berib o'taman. Bu Cobaltimizga akalarimiz Ohangarondan kelishdi. Bizda ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib, ishonch bildirib, ko'rib, o'zimizning ishimizga baho berdi. Reduktori Adax X original reduktorlarimiz mana eng originali sifatli reduktorimiz. Farsunkasi doim aytganimizdek Italyanskiy Rail 2 o'nlik tezkor bo'lgan farsunkamiz. Buni doim aytamiz, nimaga? Chunki o'zini yaxshi ko'rsatyapti bu. Juda sifatli farsunkamiz. Blok boshqaruvi, ya'ni miyasi Yevropa gaz brendi Basico 24/4. Buni poddelkalari yo'q. Mana buni reduktorda va farsunkani poddelka variantlari bor. Ular arzonroq yuradi. O'sha joylarga ozgina e'tiborli bo'linglar. Bundan oldingi videolarda batafsil tushuntirib o'tganman. Farsunkasini, o'sha original, reduktorda originali hammasini tushuntirib o'tilgan. Bu Cobaltimizga Navoiy Koreyada ishlab chiqarilgan qo'shma korxonasida ishlab chiqarilgan metan gaz ballonimizni 90 litrligini o'rnatib berilyapti. Mana Koreyaning bayrog'i, mana ballon hali plombada turibdi. Yangi ballon. Hozirgi ballonlar ishlab chiqarilishi QR kod bilan chiqyapti. Yili eski ballonlarda bunaqa narsa bo'lmaydi. Shu joyiga e'tiborli bo'linglar. Bu esda tutinglar. 24-25 ballonlarda bunaqa QR kod bo'lmaydi. 26 yangi ballonlarda bo'ladi bu. Shunga e'tiborli bo'lishlaringni so'rab qolgan bo'lar edik. Bu Cobaltimizga o'shanda yagona darchadan ruxsatnomasi bilan, gazga ruxsatnomasi bilan 4,850 mingga o'rnatib berilyapti. Hammasi original jihozlar bilan. Bu yoqda 10X avtomobili 90 litrlik metan gaz balloni o'rnatilyapti bunga ham. Buni jihozlarga qisqacha to'xtalib o'tadigan bo'lsak, miyasi Yevropa gaz brendi Avansiya 32 ga 4 eng bu motorga tushadigan miya bu. Bir xil joylarda
buni miyasini qo'yishmaydi, cheki yonib shunaqa muammolar bo'lishadi. Shu joylarga e'tiborli bo'linglar. Ko'p joylar klient qochib ketmasin deb narxni arzon aytishadi. Yo'q, azizlar, bunaqa emas. E'tiborli bo'linglar. Miyasini doim turbina bo'ldimi, 1.5 empay bo'ldimi, avansi 32 ga to'g'ri qo'yilishi kerak. Shu joylarga ahamiyat beringlar. Reduktori mana X originali, ADAX reduktor. Eng sifatli va bunga ham 2 o'rnlik tezkor 3 tali italyanskiy farsunka o'rnatilyapti. Buni narxini o'sha hamma barcha dokumenti, xizmati, o'sha Panda emulyator mana programmani o'rnini bosadigan emulyatorimiz bor mana. Bu 10X turbo avtomobillarga programma chiqmagan metanga. O'shaning uchun mana bu Panda emulyatori bilan, variatori bilan o'rnatiladi. Ba'zi joylarda variator deyiladi. Mana shu narsa bilan o'rnatiladi. Chunki metanda bu narsani qo'ysangiz, mashinaning yurishi vobshe zo'r bo'ladi. Bo'lmasa, mashina tortmay qoladi, yurishi yoqmaydi odamga. Mijozlar noliydi ko'pi. Chunki mana bu narsani qo'yish kerak. O'shanda mashinalar idealni yuradi. Bu 10X'imizga sentabrda ishga tushadigan bazaga ham ro'yxatga qo'yib beryapmiz va yagona darajadan gazga ruxsatnomalarigacha olib berilyapti. O'shaning uchun narxi 6 million so'mga chiqyapti 90 taligi bilan hamma narsasini original qilib beryapmiz. Bu yoqda Lab avtomobilimiz 65 talik metan gaz balonni sifatli krani bilan o'rnatib berilyapti. Mana e'tibor beradigan jihati, bakini bu yoqqa o'rtaga siljitib, o'rniga balon tushadi. O'shanda kuzov umuman teshilmaydi. Keyin zapaska baloni ham mana shu joyida qoladi. Juda zo'r variant. Mana shu sifatli qilib o'rnatib beriladi bizda. Kesalaring o'rnatib beramiz chiroyli qilib. Bu avtomobilimizga Laydo reduktori bilan eng sifatli reduktorlardan biri 1 yil kafolat mana shu jihozlarga. Bemalol murojaat qilib, narx-navosi bo'yicha murojaat qilishlaringiz mumkin. Batafsil ma'lumotni berib o'tamiz. Kesalaring boshlansa ish inshaalloh 2 soatda bitirib beramiz. Buni narxini 3.200 ming so'mga o'rnatib berildi. Xo'p, bu yoqda bitta Labo avtomobilimiz 2 ta 30 litrlik metan gaz ballonni o'rnatilyapti. Oldi jihozlarga mana bu o'sha aytganimdek Laydo reduktor bilan o'rnatilyapti mana. Shu ballonchalarni joylashishini ko'rsatib o'tamiz. Mana bu yoqda. Mana yoqda bitta, bu yoqda ikkita. Ikkinchisi mana kuzov holati. Bunaqa qilib o'rnatiladi. Buni narxini 2 ta 30 litrlik bilan 4 million so'mga o'rnatib berilyapti. Bu yoqda yana bir Cobalt avtomobilimizga 90 litrlik metan gaz bilan o'rnatilyapti. Bunga ham eng sifatli kranli bilan o'rnatilyapti. Parapanini yechib 90 talik metan o'rnatib beramiz. Mana bu yog'i reduktori har doimgidek ADAX X original reduktori va Rail italyanskiy farsunka sifati zo'r bo'lardi. Hammasini miyasi Basico 24 ga 4 o'rnatilgan. Buni narxini to'la original 90 talik metan bilan manzilimiz Sirdaryo viloyati Guliston shahrida. Bu yoqda betonkadan kelishda Sardobadan o'tganda Gulistonning ichiga o'ng tomonda mana shu to'g'ri 18 kilometrlik trassa bor. Gulistonning ichiga kelib, mana shu ko'prikchadan kelib, bizda Yevropaga servisimizda avtomobilingizga eng sifatli jihozlarni o'rnatib ketishlaring mumkin. Murojaat qilaverasizlar. Xo'p, bu yog'i Toshkentdan kelishda betonkada mostni oldidan o'ngga qarab Jizzaxga chiqib ketish yo'li bor. O'sha most tagidan to'g'ri 18 kilometr, 15 kilometr mana shu svetofor keladi bu tomonda. O'ngga burilib 1,5 kilometrda bitta qayrilib olish bor. Mana bitta qayrilib olish bor va bitta razvorot qilib mana shunday
kelishlaring mumkin. Ariqda kanalchani yonida joylashganmiz. Bir cho'milib, yozgi kuni yoshlikni eslab ketishlaring mumkin. Azizlar, biz borini borda, yo'g'ini yo'q deb aytamiz. Siz jihozlarni tanlaysiz, biz o'rnatib beramiz. Siz qanaqa jihoz qo'ymoqchi bo'lsangiz, biz o'shani narxini aytib beramiz. Sifatlimi? Sifatli qo'yamiz. O'rtachami? O'rtacha. Arzonrog'ini o'rnatib beramiz. Muhimi, tanlovda adashmanglar azizlar. Yevropa Gaz birinchi qo'llarda doim sizga sifatni tavsiya qiladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib qo'ying, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Videomizga like bossangiz, ko'proq insonlarga videomizni tavsiya qiladi, chunki insonlarga manfaati tegishini xohlagan bo'lar edik.